3 yildan beri necha marta murojaat qildik. Mahalla bilan ham murojaat qildim, o'zim ham murojaat qildim. Yoz payti pashsha ko'payib ketadi. Tashuvchi. Ovqatingizga ham tushib qoladi. Mashinani ustini shunday o'tirib pashshalar shunaqa darajada yomon qilib yuborgan, o'zi ham hayron qoldim deyapti. Nima deydi, xlor boshqa narsalarni berishib, keyin jarima solishib ketgan. Ko'rib turgan mana shu joyingizda 20 ga yaqin mollar boqiladi. Mana bu esa qo'shnining devori. Bizni sanitariya me'yor qoidalarimizga, talabiga javob bermaydi. Faqatgina 4-5 bol qoramol uchun, lekin undan ortig'iga ruxsat bera olmaymiz. Aholini ichida ferma bo'lmaydi, ichi yerda. Andijon viloyati Bo'ston tumani Mehnatobod mahallasidan antisanitariya ahvolda mol boqilayotgani bo'yicha murojaat kelib tushdi. Bordik, o'rgandik. Chindan ham Muhammadali Davronov 20 ga yaqin mollarni risoladagidek boqmayotgani uchun tuman sanpit nazorati markazi tomonidan bir necha bor ogohlantirilgan, jarima qo'llangan. Shunga qaramasdan 2 yildan buyon ahvol shu. Mana shu Duol, shuni orqasi katta ferma, 20 ta mol boqadi doim. Go'ngini tozalamaydi, qo'pol qilib aytganda. Pashsha hidi endi chidab 3 yildan beri necha marta murojaat qildik. Mahalla bilan ham murojaat qildim, o'zim ham murojaat qildim. Javob xatlarini oldim, ko'chirilsin dedi. Lekin nima deydi, naqa yo'q. Natija yo'q. Tozalayapti, axlatini oladi, tozalaydi, lekin baribir yana o'shunday to'planaveradi. Qo'shnimiz mana mashina olgan bo'lsa, mashinani ustini shunday o'tirib pashshalar shunaqa darajada yomon qilib yuborgan, o'zi ham hayron qoldim deyapti. Mana yozda kir yuvadigan bo'lsak, oq kiyimlarimiz, bolalarim oq ko'ylaklarini yuvadigan bo'lsam, o'zim oq xalatlarimni yuvsam, shunday pashsha o'tirib yuboradi. Tasavvur qilmaysiz u holatni siz. Ayol kishi baribir uyda ishlari bilan band bo'ladi, misol uchun umuman tasavvur qilmaysizda, pashsha ko'pligidan ko'nglimiz aynib ketyapti-da, chidab bo'lmaydigan darajada. SESga murojaat qilganman, xalq qabulxonasi orqali chiqqanmiz mahalla bilan. SESga 2 marta, 3 martadan borib olib kelib murojaat qilganmiz. SES kelib o'rganib talablarni qo'ygan, go'ngini olgan, lekin undan keyin yana o'sha yerga go'ng tashalaveradi. To'g'ri, SES kelib jarima qilgan 2 marta. Keyin yana o'sha yerga go'ng tashaveradi. Yoz payti pashsha ko'payib ketadi. Tashuvchi. Ovqatingizga ham tushib qoladi. Quyib kelguncha yana bitta ovqatga tushadi. Shuning uchun yo bir ozam so'rash kerak edi, yo o'rtaga tashlash kerak edi. Molxona qilmay turib. Qilsin, no cho'l taraflarda qilsa bo'laveradi. Aholi yo'q joyda. 20 tadan oshiq molni bilasizlar-ku, sasib ketishini. U hammasi keyin bergi tarafda fermasi bor. Aholini ichida ferma bo'lmaydi, ichi yerda. Manzilga kelganimizga 2 soat bo'ldi, lekin Bo'ston tumanidan chaqirilgan ekologiyadagi xodimlar haligacha yetib kelishmadi. Qayta qo'ng'iroqlarimizga zo'rg'a javob bergan Bo'ston tuman ekologiya bo'limi xodimlari manzilda ko'rinish berdi. Avvaliga o'zini tuman ekologiya bo'limi mutaxassisiman deb tanishtirgan xodimning ortidan bizga o'zini Dilshodbekman deb aytgan yana bir xodim keldi. Avvaliga murojaat bo'yicha o'zini ko'rsatmalarini berayotgan bu xodim muammo bo'yicha intervyu bera olasizmi degan savolimiz unga qattiq ta'sir qildi shekilli, o'zi va mutaxassislardan hech kim intervyu bermasligini aytdi. Jahl otiga mingan tuman ekologiyasidan kelgan Dilshodbek jarayonni videoga olmasligimiz ortidan turli do'q-po'pisalar qilishga tushdi. Gapi so'ngida bizni ichki ishlarga berishini ham qo'shimcha qilib qo'ydi va mahalladan qayoqqadir ketib qoldi. Biz Mehnatobod mahallamizni Ravnaq ko'chasida Muhammadali ismli fuqaromiz bor. Uyda hayvon chorvachilik bilan shug'ullanadi. Hozir mana qo'ni-qo'shnilar tomonidan muammo bo'lyapti. Shu uyda me'yordan oshiq hayvon boqqani uchun shu qo'shnilarga haligi hidi chiqib, haligi xalaqit beryapti. Bu orada haqiqatda xabarimiz bor. Kelib o'rganganmiz. SES xodimlari kelib ham o'rganishgan. Nima deydi, xlor boshqa narsalarni berishib, keyin jarima solishib ketgan. Qiladigan bo'lsa ham qo'ni-qo'shniga hech ziyon demaslik kerak-da. Davron Muhammadali akani uy hayvonlarini boqish bo'yicha biz fuqaroning murojaatiga, Ahmadjonovani murojaatiga asosan
o'tgan yili kelib o'rganganmiz, holat yuzasidan o'rganib, Davron Muhammadaliga nisbatan qilinadigan ishlar yuzasidan kerakli tavsiyalar berilgan hamda ushbu holat bo'yicha ogohlantirilib, ma'muriy bayonnoma tuzilib, eng kam ish haqining 5 baravar miqdorida ma'muriy solingan. Tavsiyalarimizda uy hayvonlari, yashash xonadonida 4 boshdan ortiqcha hayvon boqmaslik hamda ushbu molxonasi yashash xonadonidan eng kamida hamda oshxonadan 15 metr uzoqlikda joylanishi kerakligi yuzasidan tavsiyalar berganmiz. Agarda Davronov Muhammadali ushbu chorva hayvonlari bilan boqish yo'li bilan doimiy shug'ullanish maqsadi bo'ladigan bo'lsa, joy berish yuzasidan taklif kiritganmiz tuman hokimligiga. Fuqaroga bo'lsa, ushbu chorva hayvonlari haligi yashash xonadoni belgilangan hayvonlardan soni yuqoriligi uchun chorva hayvonlarini boshqa hududga ko'chirib ketish yuzasidan tavsiyalar berilgan. Yo'q, bizni sanitariya me'yor qoidalarimizga, talabiga javob bermaydi. Sababi belgilangan uy hayvonlariga yetarlicha shart-sharoit yaratilmagan hamda yashash xonadonlariga ham, fuqarolarga ham ushbu holat faoliyatini davom ettirsa zarar yetishi mumkin. Biz ushbu holatni o'rganib chiqib, yana qayta tavsiyalar beramiz. Mana to'plangan hayvon chiqindilarini muddat beramiz 3 kun davomida olib chiqib ketish yuzasidan hamda mana uy hayvonlari boqilayotgan navesida joriy ta'mirlash ishlarini o'tkazdirib, zont o'rnatishini, atrofini baland devor bilan to'sishni tavsiya qilamiz. Faqatgina 4-5 bol qoramol uchun. Lekin undan ortig'iga ruxsat bera olmaymiz. Masalaning ikkinchi tomoni. Tirikchilik o'tadi, yem palon pul yotibdi. O'zida masalan, ashitda hamma qassob 120 ming novvosi go'sht sotsa, men 115 ming sotaman o'zim semirtirib baqib, nima qilganimcha necha bo'lsa ham foyda qilaydi. Keyin yana bitta ishchi olgan mana shu do'konimga, bitta kambag'allik olasiz, unga ham olib beraman. Niyatim bor, chorvaga yer bersa, qani ana shu yerdan o't ekib, sut bilan, go'sht bilan ta'minlash niyat bor. Qani edi menga shunday sharoit bo'lsa. 10 gektar yer bersa, mana shu o'zimiz rayonda, o'zimiz atrofda. Tuman hokimligi vaziyatni jiddiy o'rganishini, tadbirkorni qo'llab-quvvatlashini, ferma qurishga chetdan yer, ozuqa uchun yer maydoni ajratishni so'rab qolamiz. Bizningcha yechim ana shunda. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozod Sharobiddinov tayyorladi.